Keyingi yillarda barcha sohalar qatori O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati va uning filiallarida muhim o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Soha xodimlarining ishga bo'lgan munosabatini yanada yaxshilash, bilimi va dunyoqarashini kengaytirish maqsadida qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, tanlovlar o'tkazib kelinmoqda. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyatining tasdiqlagan yillik taqvim rejasiga ko'ra 7-may aloqachilar kuni munosabati bilan tadbirlar tashkil etish yuzasidan berilgan topshiriq va vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat musiqali drama teatrida O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Qashqadaryo filialining sohaga qo'shgan mening hissam ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Ko'rik-tanlov 4 shartdan iborat bo'lib, kasbim faxrim, mening iqtidorli hamkasbim erkin mavzu bo'yicha soha xodimlari o'zaro bellashdi. Tanlov baholash tizimi 5 ta hakamlar hay'atidan iborat bo'lib, har bir hakam 5 ballik baholash tizimi orqali o'z baholarini qo'yib borishdi. Bundan maqsad iqtidorli, malakali, talantli hamda yosh mutaxassislarni aniqlash, ularning kasbiy mahorati va bilim darajasini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va eng yaxshi xalqaro ishlanmalarni kasbiy ta'lim tizimiga tatbiq etish uchun zamin yaratishdan iboratdir. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Qashqadaryo filialining barcha pochta aloqa bog'lanmalarida faoliyat yuritayotgan 17 yoshdan 63 yoshgacha bo'lgan pochta aloqasi sohasida ishlab turgan ishchi xodimlardan lavozimidan qat'iy nazar ishtirok etishi belgilandi. Bu orqali pochta aloqasida ishlab turgan ishchi xodimlarni pochta aloqasini chuqur o'rganishga qiziqishini oshirish, tanlov ishtirokchilarining ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish, o'zlari ishlab turgan pochta aloqasi sohasini o'tmishdagi va buguni sohada faoliyat yuritayotgan hamda ishlab ketgan faxriylar va ayni paytda jamoalardagi eng munosib ishchi xodimlar haqida ularni pochta aloqasi sohasiga qo'shgan hissalarini e'tirof etish ham ko'zda tutilgan. Ustoz shogird yo'nalishdagi ishlarni yanada kuchaytirish, qobiliyatli ishchi xodimlarni aniqlash, rag'batlantirish hamda kamolga yetkazish, jamoaga yangi qo'shilgan yosh ishchi xodimlarni sohaga qiziqishi va muhabbatini oshirish nazarda tutilgan. Tanlovda har bir jamoa o'z iqtidori va qobiliyatini namoyon qilib faol qatnashdi. Hozirgi bo'layotgan pochtada o'zgarishlar, yangiliklar haqida bir-biridan fikr almashi hamda pochtamizni rivojlanish uchun barcha bog'lama xodimlarining kayfiyatini va ish faoliyatini bo'yicha o'zining ishga nisbatan fidoyiligini ko'rsatib bermoqda. Qarshi shahar mana bugun juda chiroyli o'z ish faoliyatini ochib berib, mana yoshlarni ishlab ketgan fidoyilargacha chaqirib, mana bugun juda chiroyli tadbirimizda qatnashmoqda. Mana Kitob tumani, Qamashi tumani buyurgan bog'lama boshliqlari, xodimlar hammasi chin dildan o'zining olib borayotgan ishlarini va qilinayotgan ishlarini va ustoz shogird an'anasini bular ko'rsatib bermoqda. Ishchi xodimlarimiz mana shu kelib, tumanlardan kelib, mana o'zining qanchalik ishga sadoqatligini, ishga nisbatan fikrlarini, bor imkoniyatlarini ko'rsatib beryapti. Ikkinchi shart bo'yicha ish vaqtimdan tashqari qo'shimcha daromad topish sharti bo'ldi. O'shanda siz nima bilan shug'ullanasiz degan shart bo'yicha menga juda ham oson bo'ldi. Chunki men 16 yildan beri shu sohada ishlab kelganman va men qo'shimcha gulchilikka juda ham qiziqaman. Sun'iy va tabiiy gullarni ham, sun'iy gul bilan tabiiy gullarni ham bir vaqtda olib boraman. Har birini sotib daromad qilaman. Bu kasbni men juda ham yaxshi ko'raman. Daromadi yaxshi. Har bir gul yasaganingizda siz o'zingizdan shunaqangi ko'rib xursand bo'lasiz. Sizdan xaridor olib minnatdorchilik bildirganda yana ham xursand bo'lib ketaman. Bularni har biriga shakl berib, men o'zim taxlayman. Qarang, chiroyli har bir gullardan chiroyli shakllar, har xil usulda tayyorlashingiz mumkin. Iqtidorimda bugungi tanlovda ham bizni birga ishlaydigan tumandagi boshqa hamkasblarim ham meni ishimdan bahramand bo'lishdi. Men lekin juda ham xursand bo'ldim. Har biri qilayotgan jarayonimizda, yasayotgan jarayonimizda tabassum bilan, olqish bilan bizni kutib turishdi. Har bir jamoaning chiqishi, sahnadagi harakatlari hakamlar tomonidan munosib baholab borildi. Jamoalar har bir shart bo'yicha puxta taraddud ko'rishgani jarayonlarda ma'lum bo'ldi. Yillik kalendar rejasiga asosan filiallar, ya'ni Qashqadaryo filiali ham o'zini yillik kalendar rejasini tasdiqlagan. Bunda o'sha yurtimizdagi yubiley sanalar, shu bilan birgalikda soha xodimlarini sohani bayramlarida o'zini konkurslarini tashkil etish belgilangan. Shu jumladan mana bugun konkurs tashkil etganmiz. Bunda bir qancha yo'nalishlarda xodimlarimizni iqtidorlarini, ularni ijodkorligini, bo'sh vaqtlardan tashqarida nima ish faoliyat bilan shug'ullanishlarini
bu yerga olib chiqish maqsadida o'sha konkursni tashkil etganmiz. Yurtimizda raqamlashtirish juda ilg'or jadallik bilan ketyapti. Bu raqamlashtirish jarayoni pochta sohasida ham juda hamma yo'nalishlarda o'zgarishlari bo'ldi. Shu inobatga olgan holatda mana bugun xodimlarimiz bugungi kunda zamonaviy pochta aloqasi xizmatlarini mijozlarimizga ko'rsatib kelmoqda tezkorlik bilan. Shu bilan birga endi xodimlarimizda juda ko'pchiligi ota kasb, ona kasb faoliyat yuritayotgan xodimlarimiz juda ko'p. Undan tashqari o'ziga xos ijodkor bo'lgan xodimlarimiz bor. Mana shular bugun mana shu konkurs tanlovda o'zlarini iqtidorlarini ko'rsatib, hamjihatlik viloyatdagi pochta xodimlari bir-biriga bo'lgan hamjihatligi, mehr oqibatini uyg'otish, o'zaro hamjihatlikda tumanlar miqyosida buni amalga oshirayotganligimiz, bir tuman, ikkinchi tuman xodimlarimiz ham bir-birlarini tanib, o'sha bir-birlaridagi bo'lgan o'zgarishlar, bir-birida bo'lgan yangiliklarni almashishini ham nazarda tutganmiz. O'sha har bir bog'lama, har bir tuman pochta aloqa bog'lamasini rahbarlari taklif etilganligi kayfiyatni beradi. Bugungi kunda O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Qashqadaryo filialida 14 ta shahar va pochta aloqa bog'lamalari bor. Bularda 630 nafar ishchi xodimlarimiz faoliyat yuritib kelmoqda. O'sha mijozlarga, aholimizga, tashkilot va korxonalarga o'sha pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatyapti. Bugun kunda yangiliklar asosan elektron tijorat sohasida mana xalqimizda, aholimizda juda ko'pchiligi mana shu elektron tijorat sohasida faoliyat juda rivojlanib boryapti. Moliyaviy xizmatlar borasidagi to'lovlar, shu bilan birga o'zimizda mavjud an'anaviy xizmatlarimizda ham tezkorliklar ta'minlangan holatda yangi xizmat turlarimiz tashkil etilgan. Bu albatta mijozlarimizga sifatli pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish asosiy maqsadimiz qilib belgilab olingan. Bu pochta aloqalarini ishlarini oddiy deb tashqi ko'rinishdan shunday deb o'ylaysiz, lekin ichkari tomondan agar e'tibor bersangiz, har birlari o'zlarini faoliyatini roliklarda yoritib o'tishdi. Bundan ko'zga tashlanadiki, bu soha juda ham qadimiy sohalardan biri ekanligini hozir bilib oldik va shu bilan birgalikda o'ziga xos mas'uliyati borligini bilib oldik va bularni pochta aloqachiligidan tashqari qo'shimcha daromad keltiradigan tadbirkorlik sohalari borligi ham har bir nafaqat o'zini kasbida, balki boshqa kasblarda ham hunarmandchilikda, chorvachilikda, zardozlikda, kashtachilikda o'zlarini juda ham chiroyli namoyon etishyapti. Meni e'tiborimni tortgan pochta aloqachilaridan biri bu albatta sun'iy gullarni har xil uslubda, chiroyli ranglarda ko'rsatib, ularni albatta savdo sotig'i bilan qo'shimcha daromad keltirayotganligi, shu bilan zardozlik bilan, kashtachilik bilan va qolaversa shirinliklar pishirib. Endi aksariyat ayollarimizda tikuvchilik qobiliyati bor. Endi o'zbek ayollari, Qashqadaryo ayollarida bu alohida e'tiborga molik jihatlardan o'ylayman, bularning har birining o'ziga xos qo'shimcha daromad keltiradigan manbai ham borligi meni diqqat e'tiborimni tortdi. Yana bir muhim shartlardan biri mening o'qigan oxirgi kitobim sharti ham bor ekan. O'ylayman, aloqachilar ko'proq aholi bilan muomalada bo'ladi. Ularni ko'proq kitob o'qib turishi, ularni aholi bilan munosabatga kirishishida foyda beradi. Shu bilan birgalikda nutq madaniyatini rivojlantirishda foyda beradi. O'ylaymanki, bugungi tadbir nafaqat Qashqadaryo miqyosida, balki respublika miqyosida ham nishonlansa, bu taklif berilgan ekan, o'tkazilsa, men o'ylayman bu namuna bo'ladigan darajada chiroyli konkurs tashkil etilgan. 4 ta shart bo'yicha eng yuqori ballni qo'lga kiritib, birinchi o'rinni O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Qashqadaryo filiali Qarshi pochta aloqasi bog'lanmasining 5-guruh jamoasi qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rin esa Beshten pochta aloqasi bog'lanmasining 7-guruh jamoasiga nasib etdi. 3-o'rinni G'uzor pochta aloqasi bog'lamasi jamoasi qo'lga kiritdi. Birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Qarshi pochta aloqasi bog'lamasining 5-guruh jamoasiga O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Qashqadaryo filiali kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan zamonaviy changyutgich
3 ta ishtirokchiga tashakkurnoma, 1-darajali diplom, 1-o'rin uchun esdalik statutka bilan taqdirlanishdi. 2-o'rinni qo'lga kiritgan Beshkin pochta aloqasi bog'lamasining 7-guruh jamoasiga O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Qashqadaryo filiali kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan oshxona idishlari jamlanmasi, 3 ta ishtirokchiga tashakkurnoma, 2-darajali diplom, 2-o'rin uchun esdalik statutka taqdim etildi. 3-o'rinni qo'lga kiritgan G'uzor pochta aloqasi bog'lamasining 1-guruh jamoasiga O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Qashqadaryo filiali kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan sharbat tayyorlovchi jamlanma, 3 ta ishtirokchiga tashakkurnoma, 3-darajali diplom, 3-o'rin uchun esdalik statutka bilan taqdirlanishdi. Qolgan barcha jamoalarga ham rag'batlantiruvchi esdalik sovg'alari topshirildi. Bir 1992 yildan boshlab ish faoliyatimni boshlab hozirgi kungacha ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda pochta aloqasi sohasida aholiga, tashkilotlarga, viloyatdagi barcha korxonalarga bizni korxonamiz tomonidan turli xildagi pochta aloqasi xizmatlari ko'rsatiladi. Ishchi xodimlarimizni, yoshlarimizni o'z kasbiga, o'z ishiga mehrini oshirish, ularni o'z faoliyatlarini yorqin namoyish etish maqsadida hozirgi vaqtda barcha pochta aloqasi bog'lamalari xodimlari ishtirokida bugungi kunda kasbim faxrim mavzusida ko'rik tanlovi o'tkazilmoqda. Bu ko'rik tanlovini o'tkazishdan maqsad xodimlarimizni sohaga bo'lgan muhabbatini, aholi bilan yanada chiroyli ishlash qirralarini ochish maqsadida tashkil etilgan konkurs deb hisoblayman. Konkursni tomosha qilib shuni guvohi bo'ldikki, bizni soha xodimlarimiz nafaqat pochta aloqasi sohasida chiroyli xizmat qilyapti. Ular bundan tashqari o'zini bizga bu konkurs orqali ochilmagan qirralarini ham ochib ko'rsatyapti. Ya'ni ishdan tashqari vaqtda o'zlarini qaysidir boshqa yo'nalishga bo'lgan talantlarini ham namoyish qilib berishganini ko'rib, juda xursand bo'ldik. Barcha jamoalar uchun maxsus nominatsiyalar ham joriy etildi va nominatsiya g'oliblari shu kuni munosib taqdirlanishdi. Jumladan, Qamashi pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng mulohazakor jamoa, Kitob pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng zukko jamoa, Chiroqchi tumanlararo pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng irodali jamoa, Yakkabog' pochta aloqasi bog'lamasi eng tezkor jamoa, Beshkin pochta aloqa bog'lamasi eng matonatli jamoa, Qarashina pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng izlanuvchan jamoa, Mug'lon pochta aloqa bog'lamasining jamoasi eng chaqqon jamoa, G'uzor pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng topqir jamoa, Yangi Mirishkor pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng shijoatli jamoa, Yangi Nishon pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng quvnoq jamoa, Koson pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng mohir jamoa, Muborak pochta aloqa bog'lamasining jamoasi eng g'ayratli jamoa, Qarshi pochta aloqasi bog'lamasining jamoasi eng jonbozlik ko'rsatuvchi jamoa deb topildi. Hozirgi kunda Qarshi pochta aloqa bog'lamasida 70 ga yaqin xodimimiz mehnat faoliyatlarini yuritib kelishadi. Mehnatimizdan asosiy maqsadimiz fuqarolarga, mijozlarga ishonchli, sifatli, tezkor xizmat ko'rsatishdan iborat. Hozirgi kunda kuryerlik xizmatlari bilan shug'ullanamiz. Eng urfga kirgan xizmat turlarimizdan biri bir qadam xizmat turidan foydalanamiz. Mijozlarimizga hozirgi kunda biz yetkazib beradigan hamma jo'natmalarimizni elektron kuzatuv tizimi joriy qilingan bo'lib, uydan chiqmagan holda mobil ilova orqali jo'natmalarini qayerda ekanligi, qayerga yuborganliklarini hammasini kuzatib turish imkoniyatiga egalar. Prezidentimiz tomonidan ham pochta sohasiga juda katta e'tibor berib kelinmoqda.
hozirgi kungacha pochta sohasida juda ko'p islohotlar amalga oshirildi. Shu islohotlarimizdan biri sifatida bugungi tanlovimizni ham misol qilib keltirsak bo'ladi. Bugungi tanlovimiz 14 ta bog'lama pochta aloqa bog'lamalari o'rtasida o'tkazilmoqda. Bu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad bog'lamalar o'rtasida tajriba almashish, shu bilan birga o'sha bizni sohamizda faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarimizni iqtidorlarini namoyish qilishdan iborat bo'ldi. Birinchi shartimiz kasbim faxrim sharti bo'ldi. Bunda asosan kasbimiz bilan faxrlanganimizni va bizdan oldin ishlab ketgan fidoyi ustozlarimizni ko'rsatib berishga, demak o'sha ustozlarimizni orqasidan shu kungacha yetib kelganligimizni ko'rsatib berishga harakat qildik. Birinchi shartimizda, ikkinchi shartimizda o'sha ikkita ishtirokchimiz o'zlarini iqtidorlarini pishiriq pishiradi, bitta xodimimiz tikuvchilik bilan shug'ullanadilar. Shuni ko'rsatib berishga harakat qildik va eng oxirgi shartimiz erkin mavzu shartimizda ham nafaqat ishda, balki jamoat tadbirlarida bir jamoa bo'lib ishlashimizni ko'rsatib berib, ishtirokchilarimizdan tashqari qolgan xodimlarimizni ham jalb qilgan holda sahna ko'rinishi chiqarishga harakat qildik. Qizlarimiz sahna ortida suhbatlashganimizda bu tadbirdan o'zlariga juda katta motivatsiya olganliklarini aytishdi. Bundan kelgusidagi ishlarida yangi yutuqlarni qo'lga kiritishlariga asos bo'lib xizmat qiladi. Shu kuni bir piyola choy ustida samimiy suhbatlar bo'ldi. Tadbirda viloyat musiqali drama teatrining xonandalari ham o'z san'atlari bilan davraga xush kayfiyat bag'ishladi va ishtirokchilarga yoqimli hordiq ulashdi. Bu kabi tadbirlar davomiy bo'lib, har yili o'tkazilishi ham belgilab olindi.